أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه. Biz o'tgan darsda xiyar shart ustida to'xtalgan. Xiyar shart to'g'ri holatda bo'lgandan keyin qanday natija kelib chiqadi, shuni bayon qilmoqchi hozir. Sotquchi ashuna 3 kunlik yandurib berish haqqim bor deb ixtiyorlikni o'ziga shart qilgan ahvolda 3 kun muddatda bu shart bilan la yukhrijul mabi'a an mulkihi. Bu shart shu tovarni o'zining iydachiligidan chiqarib o'tmaydi. Ya'ni shu 3 kun ichida shu tovar sotquchining mulki holatda turdi. Bu tovar sotquchining qo'lida bo'lsin, xaridorning qo'lida bo'lsin o'xshash. Va xiyarul mushtari yukhrijuhu. Ama setvochi xaridor ixtiyorli shart qilgan bo'lsa o'ziga bu ixtiyorlik tovarni sotquchining igdorchiligidan chiqarib o'tadi, lekin o'zining igdorchiligiga akrammaydi dedi. Buni tuanda izohlamoqchi. Ya'lam anna al-bay'a bi shart al-khiyar la yanqidu fi haqq hukmi. Bilginki, ashunda 3 kunlik vaqt belgilab yenilish ixtiyorligining bor deb shart qilgan bir savdo, bu savdoning hukmiga qarta texi bo'lmagan hisobda dedi. Hukmat degani bizning bu shu savdodan kelib chiqilgan natija. Hukmul bay' desak, ba'zi o'rinlarimiz hukmul bay' ma savdoning hukmi emas, bu joiz emas degan bunda shar'iy hukmi bo'lishi mumkin. Meyada hukmul bay' degani ma yatarattabu alal bay', natijatul bay', atharul bay', samarul bay' degan ma'no. Bu shu ixtiyorlikni shart qilish savdoning natijasiga qarta savdo bo'lmagan hisobda qo'ydi. Savdo bo'ldimi o'zi? Bo'lgandak. Lekin bu savdoning natijasi kelib chiqdimi? Yo'q. Yani mevesi çıktı çıkmadı deganga qarta savdo bo'lmagandaklar. Bunun mevesini aytdi savdoning natijasi subutul mulk. Tovar setvochi bo'lib ketibdi. Pul sotquchi bo'lib ketibdi. Undan keyin mush natija kelib chiqmaydi. Chunki bu yerda bir to'salg'i bor. U to'salg'i nima? Xiyar. Bal yatawaqqafu subutu hukmihi, balki u savdoninki natijasi isbotlanishi ala suqutul xiyar o'ttirda to'salg'ilab turgan ixtiyorlik shartining beka bo'lishi qarashli bo'lib qoldi. Li'annahu bil xiyari istithna mubasharatal aqdi fi haqqil hukmi. Chunki u to'xtamlash kishi ixtiyorlikni shart qilish orqali savdoning natijasining kelishiga nisbatan bu savdoni qilishni istisno qilib qo'ygandek, ya'ni qilmay turgandek, ya'ni shu natijasi kelmay tursin 3 kungacha deb istisno qilib qo'ygandek ahvol bor edi. Ya'ni savdoning natijasi kelishga nisbatan savdoni qilmay turma deb istisno qilgandek. Savdoni hamma ishlar qarta qilgan hisobda, lekin nevisining kelib chiqishi, natijasining kelib chiqish qarta savdoni kesmay turma, bunda qo'yib qo'yma degan holatda. Famtana'a hukmuhu ila an yasqut al-khiyar. Shuna ashu to'salg'ilab turgan ixtiyorlik sharti bikavolgan qadar bu savdoning natijasi chiqmay turdi. Thumma al-khiyaru imma an yakuna al-ba'i aw lil-mushtari aw lahuma. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, 3 xil ehtimollik bor. Birinchisi bu ixtiyorlik sotquchilik bilan bekitilgan bo'lishi mumkin yoki setvochiga nisbatan bekitilgan bo'lishi mumkin yoki har ikkilisiga bekitilgan bo'lishi mumkin. Fa in kana lil ba'i sotquchiga shart qilingan bo'lsa ixtiyorlik, bu ahvolda tovar sotquchining qo'lida bo'lsin yoki xaridorning qo'lida bo'lsin o'xshash. Tovarning nadligi muhim emas. Bu savdoninki ixtiyorlik bilan qilinig'ini shu muhim.
Muş ixtiyorlik şartı satqıçının bo'lib qolsa, ya'ni 3 kun ichida men yondirib olsam, tovarimni yondirib olsam, yondirib olaman, sodini yansam yanima deb shu shart qildi. Lekin setib oluvchi bunday shart qilmabdi. Fala yukhrijul mabi'a an mulkihi. Fala yakhruju desak, mushunda ahvolda fala yakhrujul mabi'u an mulkihi. Tovar uning mulkidan chiqadigan bo'ldi. Chiqatmaydi. Li'annahu innama yakhruju bil muradat. Chunki bu tovar faqatlam ikki taraf razilashgan ahvolda undan chiqdi. Hozir bu kesib chiqaritishga rozi bo'lmagan holatda. Bu sodini qiyg'ash turli yo'q, lekin buning oxirgi natijasini kesmay turay deb turgandek. Li'annahu al-aqid. Bu taqa bai' ya mushtari deb bekitgan ahvolda bayon qilayotgan so'zlar. Kim bekitgan bo'lsa, shu istisno qilayotgandek. Lekin keyin endi biz 3 xil bo'ldi deb bir-birlab qilyapmiz. Hozir satqıchi shartli ahvolda ash xiyar to'shmog'icha 3 kun to'shmog'icha ya 3 kun oraliqida bu kesib o'tmasa, u tovar o'zining mulkidan chiqatmaydi. Li'annahu innama yakhruju bil murada. Chunki uning mulki bo'lgan o tovar mulkidan rozilik bo'lsa undan chiqadi. Wala rida ma'al xiyari. Endi ixtiyorlik shart qilib qo'ygan ekan, bu yerda rozilik yo'q. İxtiyorlik degan nima? Shu sodning natijasi kesilmay tursin. Men boshqa bir ifoda bo'lganimda yoki muddat tugaganda ondan bu soda tutsin, tutmay tursin degandek bir ahvol bor. Nani bu sodini tuttirishga, kesitishga rozilik yo'q deydi. İxtiyorlik bo'ldi ekan, tuttirishga rozilik yo'q. Hatta nafada i'taqul ba'i. Shunda bo'lg'achqa bu soda tutmaydi va buning mulkidan yutkilib ketmaydi deydigan bo'lg'achqa, agar satqıchi shu muddat ichida, shu 3 kun ichida bir qulni satgan bo'lsa, u qul kimning qo'lida bo'lishidan qat'iy nazar, satqıchi olib ketgan bo'lsin, men ko'rib boqayda, yoki o'zining qo'lida bo'lsin, 3 kun ichida ixtiyorlik bilan satib bo'lgan qulni ozod qilib olsa, hisob bo'lib ketadi. Ozod qilib olsa, hisob bo'lib ketganlikka nimaning alomati? Mush kishining mulki ekan bu. Boshqa odamning mulkini ozod qilib o'talibdi, ozod qilolmaydi. Ozod qiladigan ekan, buning mulkidan da qo'ldan chiqatmabdi bu deymiz. Shuning xiyarlik bilan bir qulni sotgan bo'lsa, bu qul setib oluvchi olib ketgan bo'lsa-mu, 3 kun ichida sodi pishsa, olib qolin bo'lmasa, qaytib keldi deb, yoki sotqichining qo'lida tutgan holat bo'lsa-mu, ozod qilib qolsa satqıchi hisob qilib ketadi. Mush ozod qilyapsa, hisob qilib ketganligi nimaga dalolat qildi? Sodini buzib o'tganlikka dalolat qildi. Shundaqla masalan, mush 3 kun ichida shu narsani qo'llab misol qilmasak, masalan, boshqa bir narsani, bir telefonni sodlashgan bo'lsa, shu 3 kun ichida shu telefonni birisiga hadiya qilyapsa, satqıchi bu sodini bekor qilyaptim, bu telefon falonni bo'lib ketdi degan ma'noni bildirdi. Lekin mush 3 kun ichida pulni ozod qilib, yoki ashnasini boshqalarga berib o'tganligi shu kishining mulki deganligini ko'rsatdi. Qo'ldan chiqatmadi degan. Wa laysa lil mushtari at-tasarrufu fihi. Setavag'uchining ash tovarni mush 3 kun ichida uyon-buyon qilish haqqi yo'q. Hozir ixtiyorlik satqıchi bilan bo'lgan ahvolmi? Satqıchi bilan bo'lgan ahvolda setavag'uchi mush 3 kun ichida tovarni uyon-buyon qilib o'tmaydi. Chunki satqıchilar kesib ba'mini. At-tasarruf fihi, yani hattaki o setavag'uchidan qo'lida bo'lib qolsa, shu narsa uni sotamaydi, bizga deyavermaydi, quli olsa ozod qilolmaydi. Walau qabadahu al-mushtari fahalaka fi yadihi fi muddat al-khiyari fa alayhi qiymatuhu. Setavag'uchi shartlashib savdo qilgandan keyin mush 3 kun muddatda qo'liga topshirib elib, mush 3 kun muddatda qo'lda halok bo'lib ketib qolsa, o'g'raldi, ko'yib ketdi, sunib ketdi, chiqilib ketdi, shunda buzib ketsa, yo'q bo'lsa, fa alayhi qiymatuhu. Uning qimmatini to'laydi. Alayhi qiymatu deganga diqqat qiling. Qiymatuhu, buning qimmati agar o'xshash narsa topiladigan bo'lsa,
bazardan o'xshash narsani shunga o'xshagan bir napirdi. Telefonda iPhone 5dan birisini qilgan bo'lsa, o'ralda iPhone 5dan bizni napirdan. O'xshash bo'lsa, o'xshashni napirdi. Endi o'xshashi bo'lmaydigan bo'lsa, shuni bazar nech pul oldigan bo'lsa, shuncha pulni berdi. Ya şu an satkan. Mas soğudu tutmadı dağıtımız hazır. Eğer soğudu tutup gitti desek pulu sınıfta deyimiz. Hazır satıcı şart diğante. İhtiyarlık ne? Setvalıçının ihtiyarlığımız yok. Yani bu soğudu küçük egemez dediğine çıkanda onun kolu da emez bu. Mana valla kabadahul müşteri satıcı üçgen içinde ben duralama deb şart qilgan holda setvalıçı bu telefonni qo'lga topshiribdi. 3 kun buni qo'lda turdi. 3 kun o'tsa, so'diysa, 3 kungacha yondirib olsa, igisi haqli. Bunda ahvolda fahalaka fi yadil mushtari. Setvalıçının qo'lda turgan holatda yo'qolib ketdi bu telefon. Fi muddatil xiyar 3 kun ichida, 3 kundan keyin yo'qolib ketsa, bo'ldi buning mulki bo'lib qolgan pulisini to'laydi zodi. Ha? 3 kun ichida yo'qolib ketsa, fa alayhi qiymatu. Uning qimmatini to'laydi. Tutishgan bahona emas. Tamanuhu emas, qiymatuhu. Qiymati agar o'xshi bo'lsa, o'xshini, iPhone 5 bo'lsa, iPhone 5 bilan turdi. Unda o'xshi bo'lmagan narsa bo'lib qolsa, shu bozorda nech pul oldigan bo'lsa, bu tutishgan bahodan qat'iy nazar, bu balki yuqori bahoda tutishgan bo'lishi mumkin, tuvan tutishgan bo'lishi mumkin. Bozorda nech pul bo'layotgan bo'lsa, shu pulni to'laydi. Qimmati degan gap shu. Ya'ni aniq tutishgan bahosi emas. Agar so'z tutgan bo'lsa, bahosini to'laydi. Li'annahu lam yanfadil bay'. Chunki mana so'zi tutmagan. Tutgan bo'lsa, pulisini to'laydi. Tutgan bahona. Li'annahu lam yanfadil bay'. Halak bo'lib ketganlik uchun bu savdo tutmadi. Ham ixtiyorlik muddati to'shmaganlik uchun tutmadi. Ham nima uchun to'laydi buni? Chunki buni setib olaman degan asosda qo'lga topshirib qo'ygan. Masal tutsa omonat degan gap yo'q. Agar omonat bo'lib qolsa, hech qanday bexastalik qilmay, obdan qo'g'dab turayotgan holatda yo'qolib ketib o'g'rasa, to'lamaydi. Lekin bu yerda setib olaman deb qo'lga topshirib qo'ygan hol bo'lg'achqa, ondan to'laydi. Wala nafada lit-tasarrufi bidun al-mulk. Yani üçün bu tasarruf qilolmaydi-da. Chunki buning igidorchiligi isbotlanmadi buningga. Mulkiga o'tmadi deymiz. Bu qo'lda. Lekin igidorchiligi o'tmagan bo'lgan ekan, buni u ham bilan qilolmaydi. U ham bilan qilsa kuchga ega emas. Fasara kal maqbudi ala sawm ash-shira'i va fihi al-qima. Undan keyin bu nimga o'xshash bo'lib qoldi desa, al-maqbud ala sawm ash-shira degan tovarga o'xshab qoldi. Yani muşundan aslında kıymetini to'laydigan ahvol bordi. Va fihi al-qima mush ahvolda qimmati to'lindi. Al-maqbud ala sawm ash-shira degan son degan baho talish. Setilish uchun baho talishi turgan ahvolda qo'lga topshirib olgan narsa. Bu hamda lug'at ma'nosida shunda tarjima qilsa shunda chiqadi. Lekin hamda istiloh ma'nosida bir telefonni biz $1000 deb bahosini tutishdik. Olaman deb va'da qilib, men ko'rib boqay. Agar yarab qolsa, yaxshi chiqib qolsa, $1000 ga olaman degan narsani al-maqbud ala sawm shira deymiz. Ba'zi yarab qolsa deymiz, ba'zida dadam ma'quldab qolsa olay deymiz. Shunda qo'limizni topshirib olgan narsa al-maqbud ala sawm shira bo'ldi. Mushunda ahvolda o'sha narsani urasa bizning qo'limizdan qanday bo'ldi? Qimmatini to'laydigan ahvol bordi. Nima uchun bu qo'lda omonat emas buning? Buni setib olaman deb qo'lga topshirib qo'ygan. Manda xiyar emas endi. Mesela xiyar belgilab, manchi muddati bu degan gap yo'q. Buni shu yarab qolsa olama, dadam ma'qulsa olama, ko'rsib boqay, ya uydagilar yaratib qolsa o'zgilarga apirma degandek manda deyishgan narsa al-maqbud ala sawm shira. Mushunda ahvolda al-maqbud ala sawm shira bunda tovarda agar tovar setvochining qo'lida turib yo'qolib ketsa, uning qimmatini to'laydi. Ya'ni mazhabda va to'rt mazhabda shunda.
qimmatini to'laydi. Bu anda bahasini tutishib bo'lgandan keyin tovarni uni ko'rib boqay deb ketgan ahvolda, lekin bahasini tutishmay turib ko'z boqay undan keyin bahasini deyishamiz. Qarab qolsa deb manda degan bo'lsa, bu al-maqbud ala sawmin nazar deb atalgan. Mesela ma ko'nglikni 10 tangaga asla desa, akaslarni ko'rib boqay yoki dadamni ko'rsib boqay dedi. Mush ahvolda qo'lga topshirib olib, yo'q tuvascho to'lamaydi o'chal. Ha? To'lamaydi. Baha tutishib, "Manch pul qolaman" degan gap bo'lmagan ekan, bu chaqda to'lamaydi. Chunki bu topshirib olishda, "Mushni setib olaman" deb topshirib olmagan deydi. Qarab boqay, ko'rsatib boqay, ko'rib boqay degan tariqalar olgan. Bundan keyin bu qo'ldagi omonatga o'xshaydi. Agar uning taaddi qilmay, yoki bexasarlik qilmay, obdan qo'g'dab saqlagan ahvolda yo'qolib ketib qolsa, to'lamaydi. Bundan keyin yana ikki xil tovar bor. Birisi al-maqbud ala sawmi shira, bu setib olgan tutishib, bahani bekitib, qo'lga topshirib olgan tovar, bu yo'qolib ketsa, to'laydi qimmatini. Al-maqbud ala sawmin nazar, bu bahani tutishmay topshirib olgan bo'lsa, ko'rib boqay deb bu chaqda yo'qolib ketsa to'lamaydi. Ana hozir o'sha ahvolni, kitobdagi ahvolni, ya'ni bay'aning xiyar bekitgan ahvolni va mushtariyning qo'lda tovar yo'qolib ketgan ahvolni nimaga qiyos qiladi? Al-maqbud ala sawmi shiraga qiyos qiladi. Walau halaka fi yadil ba'i. Ama ikinci ihtimal mı o? Hazır biz el-xiyar lil-ba'i meselesinde. Müşterinin xiyarı yok. Birinci biz bayan qilgan ahvol müşterinin qo'lda halak bo'lib ketsa to'laydi dedik. Endi hozir ba'ining qo'lda yo'qolib ketsa 3 kun ichida xiyar muddatida la shay'a alal-mushtari, setib oluvchi hech narsa to'lamaydi. Chunki u tovarni qo'lga topshirib olmagan. O satqushininki o'zining mulki o'zining qo'lda yo'qolib ketdi. Kes sahih degan xuddi bu xiyar bekitmagan odatdagi ravus so'diga o'xshash. Kisb qilgan so'diga o'xshash deymiz. Hozir bu xiyarni bekitib qo'ygani ashunda nima lakalozan so'da. Bunda kisb qilmay bunda lang tasma qilib qo'ygandek. Va sahih degani sog'lom ravus. Yani es-sahih degani el-bay' mutlaq el-xali anil xiyar. Ajna bu sog'lom bo'ldi. Xiyar bekitib qo'ysa, buni chiqanda qaytib qo'ygandek ahvol. Sahih sodida qanday bo'ldi? Sodi qilib bo'lgan bo'lsa, ma'lum mulk olib bo'lgan bu topshirib olib qilgan bo'lsa, kimning qo'lida yo'qolsa, shuning qo'lida yo'qolib ketdi. Bu hozir mushtarining qo'liga igdachisi o'tmagan ahvolda shu sotuvchininki qo'lida yo'qolib ketgan bo'ldi. Va yakhruju thamanu min mulkil mushtari bil ijma'. Mush ahvolda al-xiyar lil-ba'i' bo'lgan ahvolda mush muddatul xiyar ichida musodda qilishlar pul setib oluvchining igdachiligidan chiqdi. Igdachiligidan chiqdi. Bil ijma' bizning 3 imomninki ittifoq bilan ijma'ni mishada ijma' ashabina al-thalatha deymiz. Setib oluvchining mulkidan chiqdi pul. ولا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة خلافا لهما. İgdacın çıkarttığı ittifak şeyler. Yani bu şunda çıkartkendan keyin satqıçının mülkiga o'tib ketamdi, o'tmamdi degan masalada İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi satqıçının mülkiga kirmaydi dedi. Sahiban satqıçının mülkiga kirib ketdi dedi. Bundan keyin o'shada setib oluvchining yendin chiqartdimi, chiqartdi degan ittifaq. Satqıçının mulki kirdimi kirmadimi deganda ixtilof bor. İmam Abu Hanifa kirmaydi dedi. Sahiban kirib ketdi. Pul satqıçının bo'lib ketdi dedi. Bu asl pul qaysi? Shu tovarning puli. Bu bay'ning qaysi talablar ketkazilsa? Mush ahvolda shunda. Ilgiriki halaka fi yadil mushtari deganda shunda. Mush savdo hozir tutmagan savdo bu. Kimning qo'lda halaka bo'lishini qat'iy nazar mush savdoni qilgan chaqda, mush 3 kunlik xiyar olti bo'lgan chaqda tovar satqıçının qo'ldan chiqmadi dedi. Yani pulchi desak pul setib oluvchining mulkidan chiqdi deymiz. Bunda ittifoq. Shunda chiqdi.
Yani bu ne tushdi? Bunda turamdi yoki sotuvchining mulki kirib ketadi degan ixtilof bor. Mana halaka fiyadil ba degani sotuvchining qo'lida bu tovar halak bo'lib ketdi. Endi halak bo'lib ketgandan keyin buning mulkiga kirgan pul keyin chiqtamdan u boshqa masala. Lekin u halak bo'lsin bo'lmasin, mushu pul chiqib keyin buning mulkiga bir kiramdi, kirmamdi. Wa in kana al-khiyaru lil mushtari. Endi imom bilan sahibani o'tirib ixtilof bor deb qo'yishdi, ammo bu ixtilofni hozir dalillar bayon qilishni kechiktirib qo'ydi. Chunki ixtiyorlik mushtari bo'lgan ahvolni bir bayon qilibdilar. Undan keyin bu xilofiy masalaning dalillarini bayon qilamiz. Biroqlar va in kana al-khiyaru lil mushtari, hamda ikkinchi bir ahvol ixtiyorlikni setib oluvchiga shart qilgan bo'lsa, yakhrujul mabi'u an mulkil bay'. Mush muddatda shu savdo qilishlar tovar sotuvchining mulkidan chiqib ketadi. Chunki bu yerda sotuvchi men yeni olay ya yeni olish haqqim bor deganimni shart qildi. Yeni olish xayolida yo'q uning. To'liq rozi. Li'anna al-bay'a lazima min janibihi. Chunki u savdoni bitiritishga qo'shildi. Mush savdo kuchga bo'lsin, yanmayma deb chiqdi. ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة. Bu tovar setuvchininki mulkiga kirmaydi. Abu Hanifa rahmatullohning nazarida. Va indama yadkhul sohibaning nazarida madamiki bu sotuvchining mulkidan chiqayotgan ekan, bizaga tushishi lozim buni. Avvalo bundan muallaq turmaydi. To'qim setuvchining mulkiga kirib ketadi. Janibil bay'. Sotuvchi men yanmayman deb xiyar shart qilmay sotdi. Ularga uning nisbatan bu savdodir lozim. Yanolmaydigan. Va indahuma yadkhul sohibaning nazarida va undan boshqa 3 mazhab imomining nazarida Imom Ahmad, Imom Shafi'i, Imom Malik şeylarning nazarida, ya'ni bu jumhurli bular. Setuvchining mulkiga kirib ketadi. Va thamanu la yakhruju min mulki al-mushtari bil ijma'. Bu ikkinchi ahvolda al-khiyar al-mushtari bo'lgan ahvolda pul setuvchining qo'lidan chiqib ketmaydi. Bunda ittifoq bor. Wa la yamliku al-ba'i'u mutalabatahu bis-samani qabla 3. 3 kun to'shashdan burun sotuvchi pulni ba'da talab qilinmaydi. Chunki har anda yeni olish haqqi bor setuvchininki. Vajhu qawlihima fil khilafiyat. Khilafiyat degan so'z xilafiyah mufrad ama xilafiyat degan ixtilof bo'lgan masala. Xilafiyat ixtilof bo'lgan masalalarda yuqorida ikki masalada ixtilof bo'ldi. In kana al-khiyar lil bay' va in kana al-khiyar lil mushtari. Ashkida hamma nuqtalarda emas. Shuningki, birisida pul setuvchining mulkidan chiqib sotuvchining kiramdi kirmam deganda, ya'ni ikkinchi masalada tovar sotuvchining mulkidan chiqib setuvchining mulkiga kiramdi kirmam degan ikki masalada ixtilof bo'lgan. Xilofiyat degandan shu ikki masala maqsad. Yuqorida ixtilof bo'lgan ikki masalada sohibaninki dalili annahu lamma kharaja al-mabi'u an mulkil ba'i'i mana tovar sotuvchining mulkidan shunda chiqqan chaqda chiqdi degan ittifoq qildik-ku. Shunda chiqqandan keyin vajaba yadkhulu fi mulkil mushtari. Setuvchining mulkiga kirishi lozim. Ma mulkdan chiqib, a mulki tava bo'lishi lozim. Agar unda bo'lmaganda nima chatoq chiqdi bo'lsa, alla yasira saibatan bighayri malikin. U tovar igi chaqisi yo'q, bunda tashlanib qolgan bir narsa aylanmoqchi uchun. Bu uning igdorchiligini chiqib, ma igdorchilikqa tava bo'lmasa, o'tirimda laylab qolgan igisi yo'q narsaga aylanib qoldi. Shunga setuvchininki mulki kirib ketadi deymiz. Saibaga aslında tashlanib qolgan. Qur'on Karim bog'i saiba. Mana misol usib deydi-ku. Ko'ppa tashlayotgan. Sibu fasih mana. Wala nadhir lahu fi shara. Ana mushunda ahvol, ya'ni bir tovarning birisining igdorchiligidan chiqib, ya'ni birisining igdorchilik kirmay o'tirini laylab qolgan bir ahvolning shariatda mushu ahvoldan boshqa o'xshash yo'q. Şunu siz ham shariatga chiqqanda bir ko'rilib boqmagan gapni qilyapsiz, ey imom. Mesela başka bir misalda, başka bir mesellerde bu birisinin igdorchiligidan chiqib, ma'noni kirmay bunda muallaq tutdi mana deydigan bir necha misol yo'q demoqchi.
ولأبي حنيفة رحمه الله إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أساسلاً أن الخيار شرع للتروي واختيارلق وصودن kesmey 3 gün saklaş özünü şunda toxtulup oynanılış üçün yol qoyulgan aslında. فلو دخل في ملكه ربما فات ذلك eğer muş 3 gün içinde kesmegen halatda bu tovar setvaçının mülki şunda kirip gitgan bulup qalsa çataq çıqıdı. Yani bundan maksud asıl bulmaydı. Mesela misal alsak bi en kana qariban lahu fayatiqu alayhi. Mesela bir pulni satgan bo'lsa, setvaçının bu yakın tuqqan ekan pul. Mesela dadısını setib oldu, oğlunu setib oldu, akısını setib oldu, anasını setib oldu mesela. Bunu belki uquşmay setib olganda, uqub setib olganda tutub başqalarının qo'lida mesela. Shunda setililishi bilanlar bunun ilgisi aqlniki anda yakın tuqqani bo'lib qolsa, azat qilmasmi otomatik azat qilib ketadi. Yakın tuqqanni qul qilib tutolmaydi. Çünkü bir hadiste men meleke za rahimin mahramin fevahur ya ki atik aley diyendek önderler zıplar Abu Davud ve Tirmiz'de rivayet var. Yani aslında mahrem dercilik yakın tuqqunga şunda iyi olgan aman aşının hesabıga azat olup gidiyor kol. Rubbama fata delik. Aslında bu xiyar nima uchun yo'l qo'yilgan ise sal o'zini to'xtatib bir maslahat qilinish uchun fursat berilgan. Endi hozir ba'zi bir ahvollarda bu tovar shu 3 kun ichida setvochi mulki bo'lib ketadi desak, buningdan maqsad hosil bo'lmay qoladi. 3 kun ichida mening mulkimga kirish kirmaslikni tamom maslahat qilay desa, qachida mulkiga seryotimiz biz majbur. Bu chog'da maqsad hosil bo'lmadi. Fayatiq alayhi Anu mecburi azat olib ketib qolsa, natijada bo'ldi xiyar bikavuldi denge bo'ladi. Xiyar denge qilmaydi. Sho'd tutib ketdi degan hisobda. 3 kun saqlangan shu yo'q uning. Me'yoru qarasanglar, ona islomningki hurriyat parvarligi chiqib turdi. Mümkün qadar qul azat olib ketgan kichikkina bir bana, kichikkina bir nima bo'lsa, qul azat bo'lib ketishga yo'lni eshib qo'ygan ahvolda jiq. Bu biramın misalının birisinden. Fayatiq alay, ondan keyin xiyar bika olib ketib, u qul setvoqchining hisobiga azat bo'lib ketadi. Ondan keyin biz bu yerda xiyarni ma'lum bir maqsadda yo'l qo'ydik, yo'l qo'yib qilib, uni bika qildik. Maqsad aslimidi. Ay shu xiyar bikalani qo'lgan ekan, qo'lga ilib, uni pulni bergan bo'lsa, mesela demek çoğuna nerede? Onda azat olup ketib qoldi degan gap emas. Mulki bo'lib qolsa shunun. Setvochi mulki bo'ldimi shu kunda desangiz, bu chog'da xiyar degan narsa qolmaydi deydi. Hozir aynan mulki bo'lib ketadi degan masala talashlasizmi? Mulki bo'lib ketadi desak, azat olib degan gap. Azat olib desak, bu ixtiyorlik deganni bekor qildik degan gap bu. Nima uchun aslida ixtiyorlikni yo'l qo'yganda İhtiyarlık bağda kendi yok deb hozir mahkemada ma'lum etmoqchi. Yana bir dalil vali anna thamana yani bir masalada pul ani idoatini chiqib, ma'ni idoatini kirmaydi dedi-ku imom. Ana pul mana buning dalili lam yaqrin an mulkihi. Setvochining idoatligidan chiqmadi. Falau dakhala al-mabi'u fi mulkihi endi pul bunun igdorchiligidan chiqmadi. Endi sen anasında tovar satquchining igdorchiligidan chiqib, setvochining igdorchilik kirdi deb qolsang, bu pulmi buning yanında, tovarmi buning yanında, ikkisi buning mulkida qoldi deydi. Al-badal va mubdal ikkisi bir odamning qo'lida jam bo'lib qoldi. Odam quruq qoldi. Satquchi quruq qoldi deydi. İstebal bedelan fi mulkin vahid. Pul bilan tovar setvochining mulkida jamlanib qoldi. Wala nadira lahu fi shar. Buni shariatda o'xshash yo'q birga. Ko'rilib boqmagan bir ish bu. Ajoyib gap qildinglar ashkanlarni. Va qadiyatul muawada. Qadiya degan so'zni taqazzasi, yani ma yaqtadi muqtada demak. Qadiya degan bunda masalasi deb tushunib qolamiz biz.
Mesele degan ma'noda keldi qadiya. Masalan mantiqda shundan qilish mumkin. Va qadiyatul muavada, yani muavada degan, yani savdo bu yerda bir narsa almashtirish, mubadala, nima? Mubadala bu savdoning taqozosi limitda tang barobarlik dedi. Tanglashishdi. Ana endi bir narsa ketdi, mana endi bir narsa ketdi. Bir narsa iyi oldu, mana bir narsa iyi oldu. Bunda bo'lishdi. Va dukhuluhu fi mulkihi yanfiha. Endi ana bunun quliga o'tib qilishi mush muavadani nafi qildi. Hozir bunun qarshiligi yo'q, musavvat degan narsa yo'q. Hozir bu tovar ya pul bunun quliga o'tib qoldi. Ikkili narsa bunun qo'lda. Almashtirish degan narsa bo'lmadi. Bunun endi bir narsa ketmadi. Satqishning qo'ldan tovar ketdi. Wa in halaka fi yadil mushtari halaka bis-saman. Setuvag'uchning qo'lda turibmish tovar yo'qolib ketib qolsa, halaka bis-saman deyishgan baho bilan halak bo'lib ketdi. Yuqoridim degan qimmati degan. Halaka bil qiyma bo'lish kerakmi, o'sha halaka bis-saman bo'lish kerakmi? Manda ekan to'xtama. Hozir bu yerda va in halaka degan shu jumla boshlanishligida ajr masala tugdi. Bir to'xtalib, ikki masalaninki ikki juz'iyasida imom bilan sahobaning ixtilofining dalillarini bir bayon qilish nima? Endi yuqorida birinchi masalada al-khiyar lil-ba' bo'lgan ahvolda mushtarining qo'liga topshirib olgan ahvolda halok bo'lib ketib qolsa qimmatini to'laydi dedi. Bu bir. Endi ikkinchi ahvolda inkana al-khiyaru lil-mushtari degan masala nima? Ha, 5-qurban oyga va inkana al-khiyaru lil-mushtari yakhruju al-mabi'u an mulk-al-ba' degan masalada endi bu agar mushtarining qo'lida halok bo'lib qolsa deganni endi bayon qiladi. Ash holatda va inkana al-khiyaru lil-mushtari ixtiyorlik setuvag'uchining qo'lida bo'lgan ahvolda halaka fi yadil mushtari mana va in halaka fi yadil mushtari mush ahvolda setuvag'uchining qo'lida halok bo'lib ketib qolsa, hozir sotuvchining ixtiyorligi yo'q-a? Sotuvchining ixtiyorligi bo'lgan ahvolda mushtari topshirib olib, qo'lida halok bo'lib qolsa qimmatini to'laydi dedi. Yani bu xiyar lil mushtari bo'lgan ahvolda bay'ning hech qanday ixtiyorligi yo'q. Bunga nisbatan al-aqdu lazim. Setuvag'uchi yansam men olayman deb shart qilgan ahvolda, qo'lda tutgan ahvolda 3 kun ichida halok bo'lib ketsa, bu tovar halaka bis-saman. Tutgan bahoni to'laydi. Yuqori masalada qimmatini to'laydi. Yani pulni to'laydigina o'shada tutgan bahoni to'laydi demakchi. Eğer müşteri topshirib olsa, ama qo'lida ilakilib qolsa, men ixtiyorlik muddati qimmatini to'laydi deb yana keyin takrorlab kelib, bu endi pulini to'laydi deb ish qilib qarashib qo'yadi. Birinchi masalada idza kana al-khiyar lil-bay' wa qabadahu al-mushtari fa halaka fi yadihi fa alayhi qimatuhu. Ma huwa in kana al-khiyar lil-mushtari lil-bay' mas. إن كان الخيار للمشتري فهلك في يد المشتري هلك بالثمن يعني عليه ثمن المبيع كما اتفق عليه رئيس. Öktürkemiz bayatın setuvag'uchi agar ixtiyorni setuvag'uchidan ilgili bo'lsa, bu vaqtda satgan kishining idorasidan nabiy kishidan to'lashadi. Chunki savdo bo'lsa, satgan tarafga chiqib bo'lgan lozim bo'lgan dedi bu. Ammo lekin şu tovarniki, şu satqishning qo'ldan chiqishi uchun cho'qim bir yerda ikki tarafning o'rtaq rozi bo'lishi kerakdi. Wala xiyara va wala rida ma'a xiyar. Endi ixtiyorlik bilan ikki tarafda o'tirishga bo'lgan rizolik shakllanmaydi degan. Buni yana bir tishni qaysi bilan chunki a kishi sotuvchi o'zining tarafidan rozi bo'lib bu savdoni men tutkizakka hisobda men yanmayman deb yeni yo'lni qilib u kesib savdo qilgandek. Lekin hozir masala setuvag'uchininki ixtiyorligida qolgan. Undan keyin buning nisbatan bu mulkidan chiqarilishga to'liq rozi bo'lgan holatda. Farq shu. Minal janibayn o'tuvchaq. Minal janibayn bo'lsa, ixtiyorlik bo'lganki u vaqtda rizo shakllanmagan bo'lsa, hozir birisi ixtiyorli. İkisi ixtiyorli bo'lsa shakllanmaydi, rizo yo'q buninglar. Hozir biz ikkilisida ixtiyorlik bor degan kimdir? Birinchi masalada sotuvchida ixtiyorlik bo'lgan ahvol, ikkinchi masalada oluvchida ixtiyorlik bo'lgan ahvol dedik. Yana bir masala.
Biz avval agar biz bayini qo'lda ixtiyorli bayini ilgili bo'lganmisa, shu tovar bo'lganmisa, bayini qo'lda bo'lganmisa, mushtariga shu qimmat tushirib qo'y izmali. Yo'q, bayini qo'lda bo'lsa, bu ishni to'lmaydi o'zi. Kes sahih. Bu o'zidan qo'lda bo'lganda. ما هو بالثمن دجامنا إن كان الخيار للمشتري فهلك في يد المشتري هلك بالثمن أرلقة خلافيات كي دليلنا مناقش قلشنا تقبلهم بواشكا ذلك سال يعني قوس البيت كندك كله لكن يعني جاين تبتقى تطولده وكذلك إن دخله عيب Dikkat kısanlar hazır satıkçı maymandı da setivağıçı ihtiyarlıkta tuğan çağda tavar eğitine kılıp kaldı. Şunda ahvaldı mı bu soğuda tütte şuna yeniş yok oldu deyimiz. Mesela av kasıma yanılmaydı dukka koy işkolap kasa buldu yanılmaydı. Ya ki bir nasında başka nasi aylandırası un setılıp ne yıkıvasa yanılmaydı da bir şey ayıp dahil olup kalsa dine aşında kemtük bir nasiga aylanıp kalsa aşı xiyarda şartlığa müşterinin kolda soğudup tüküdü aşı değişken pulunu bir tange لأن بالعيب يمتنع الرد çünkü ayıp boğandıkınla kaytıranmaydı والهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب yani yukarıda helake bir zaman diyen gibi mani yani del kılıotudu Eyip kirip kalsa kaytıranmaydı adetten de bütün halak olup gitişten üzümü halak olup gitiş kanda başında bir eyip kirişilen başında mesela bir neyse onda ses kaldı desek bir taraftan ses başlanışı mümkün ya ki saç kayıp kesip bir taraftan yapmadı mesela 5'ten birde yapı olsa eyip kirdi denge onun diken neydi o ayında başlanışı mümkün ya ki bıraklam beyran olsun mümkün Bundan ki eyip ne kulüp kalan ahvalda kaytıranmay pulunu töleyi karşı olsa bütünle helak olup ketken çağda elbette pulunu töleyi doğru. Feyehliku ba'da min biramil akdi. Bundan ki eyip ne koğan ahvalda başta eyip ne kulüp onun ki helak olduğu eyip ne boğan çağın üzde soğudup ketti dingi. İmbiramal akd. Soğudup boğan iken andın hemmesi yok oldu dedi. Bunu da tasavvur kılıplar. Mesela bir narsanı desek, eyipnek oldu dese 10% buzulsa eyipnek oldu o. Eyipnek boğan çağda bu soğuda xiyar yok oldu, kaytıranmaysız dedik. Pulunu töletti. Yani bunda karşı bütün halak oğa oldu, karısak mı? Bütün halak ulaş, bir kısmı halak ulaştım, başlanıp andın halak oldu dedi. Köpünce ahvalda. Bundan önce 10% şunda halak oğan çağda kanda oldu, soğudu tutup gitti dedi. Kaytıranmaydı, pulunu töleş lazım dedi. Bundan kalan 90% halak ulaşıyor. Soğudu tutup boğanın kim? Sizin mülkünde ayınıp boğan çağda buldu bu halak demek için. Fel zamanı tamam. Bundan önce toluk püçken bahanı tüleydi o. وَيُعْرَفُ مِنْ هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ Muş işki fesilden yani in kânel khiyâru lil bâya ev kânel khiyâru lil müşteri işki ahvalden üçüncü ahvalının hükmü bilinidi. El-hükm fîmâ idâ kânel khiyâru lehumâ üçüncü ahval ihtiyarlık her işkenin şart bulunduğu ahvalda hükmünün bulduğu diyen mesela muşu yukarıda iki ahvalının üstünden tekşürsek ma'lum bulup buldu dedi. Liman yeteemmeluhu inşallah Teala. Muşu obdan nazar kılıp tatbiq qilgan kishiga 3-chi masalanisi ayon bo'lib qoldi. Chunki biz har ikki tarafning umisini bir qatim sirib bayon qildik. Doim buninglar ma'lum bo'ldi. Bu ma'lum bo'ldi degan aniq bo'lib ketgan narsa nima desak, Hanifi mazhabning mu'tabar kitoblarning ko'pinchasida ikki tarafga ixtiyorlik bo'lgan ahvolda tovarmi, pulmi egisining qo'ldan chiqatmay turdi. Taqiqat tugan qadar pul xaridaning ig'dochiligida, tovar sotqichining ig'dochiligi turdi. Uning qo'ldan chiqatmaydi. Bil ittifoq, bunda ixtilof yo'q. İttifaqan beynel a'imma thalatha. A'imma thalatha kimlarta? İmam bilan sahiben. İmam bilan sahiben. Ashabuna thalatha deymiz. Müşteri kılarında vaqtimizda yo'qlik aloqa qo'ysa
çoğunlarken kaç pozisyonu tutulmuş gerek? El-xiyar lil-müşteri bu ahvalda müşteri yoktu koydu. Neç pulga deyişken? 5.000 pulga deyişken şu pulunu to'laydi. Es-saman. Mesela müşteri uyunda mesela başka bir kalıdın aşağı hop şey tutunu şu mikro alasını çok mu pulunu to'laydi. Çünkü bu so'lib bitdimi? Ha, so'lib bitdi. Biz pul bilan telefonni so'lashgan. Telefonni so'lashmagan. Pul to'laydi. Yani az yuqirmasa qiyma degan masalada mesela bu 5.000 ko'p bitishgan bo'lsa, bozordan shunday telefon 3.000 ko'p bizdan olsa, shu telefonni bizdan kelpas bo'lar. Biz o'zaro almashtirish mumkin, taqozosi barobarlik taqozo qilamiz. Ulardan masalan, diğer mushtari bo'lgan vaqtda olingan bayida shu tovar chiqgan bo'lgan, ammo mushtarininki o'zidan qimmatli pul chiqmay qolgan tizimda vaqtda hisob barobar shakllanadi. El-xiyar lil-müşteri bo'lgan holdimi? Vaqtman la yakhruju min mulkil mushtari. Bunun qo'ldan chiqarmaydiganligiga ijmo ekan, lekin tovarchi bayani qo'ldan chiqardi. Lekin Imom Abu Hanifa mushtariga kirmadi dedi. Sahiban ol jumhur kirdi deb turoldi. Kirdi deyishda bular ig'ichoqsiz qolganda bo'lib qoldi, shuni kirdi deymiz dedi. Imom Abu Hanifa badalan bir odamning qo'li jamlanib qolgan bo'ldi deb turoldi. Bu musava bo'lmaydi deb turoldi. Imom Abu Hanifaning qarashi bu. Aslında musava bo'lmasa chiqirsan qo'lga bo'lsa musava bo'ladi. Ha, mani qo'ldan ana chiqadi, ana qo'ldan ana chiqayotgan bo'lsa musava bo'ldi. Hozir ikkili narsa mushtarining qo'lida bo'lib qoldi. Pul chiqatmadi, uning qo'ldan, mushtarining qo'ldan chiqatmadi, lekin ba'zining qo'ldan tovar chiqayotgan bo'ldi. İmam Azam'ın karşısında eğer bayinin qo'ldan chiqqan tovar mushtarining qo'l jamlan desak, chiqinasa ishqanda bir soatda shaklanib qolgan bu xatardi. Ama üçüncüsü ittifaklar mesela pul kıymet olmazsa müşterinin qo'ldan chiqatmaydi dedi. Buna direkt olmasa bayinin qo'ldan tovar chiqatsa, ama müşterinin qo'ldan pul chiqmagan bo'lsa, bir tarafdan chiqib, bir tarafdan chiqmay barobarlik shakllanmay qoladi. Müşterinin qo'ldan chiqatdi, sotuvchining qo'ldan chiqatmadi. Ani qo'ldan chiqatganligi u xiyarni shart qilmaganlikdan chiqishga rozi bo'lgandek. Ma'qul uning nisbatan chiqatishga rozi bo'libdi, ma'qul chiqatdi deb turdi desak, ana bu mushtari taqbuni kesibni qilmagan ekan, buning mulki chirib qolsa, kesmagan narsa, ishki narsa bir odamning qo'lida yig'ilib qoldi. Sahiban bu ichoqsiz bunda turib qolsa bo'lmaydi, buni kirdi deymiz deb turadi. Buningda shu dallamda ashunda prinsip bo'yicha nima qilolmaydigan ayında bir chiqish yo'li yo'q narsa bo'lgan ekan, buni bunda deb turishimiz lozim deb hal qilmoqchi. Hal qilish tarafdan. Ammo prinsip tushsak, unda chiqmaydi. Bunda masala qanday bo'ldi desanglar, hozir yerda ijmo dedi-ku. Ijmo deyishda Anfimazning ushimon ijmo keldi. Lekin mesela sizden o'ylab oldin İmam Şafii ya İmam Ahmed'in bizsi chiqib bu qanday gap siz degan gapni o'zini deb buning da musava bo'lmaydi mana deb boshqa bir gapni qilib chiqdi. Yani uni fiqh mazhabida emas, ayni bidatul mujtahiddek fiqh muqaranda o'qisak, anda ashunda boshqa nima fikrlama o'tirishlar. Mushtari görüntü bizning ixtiyorlarni gapirib deb mushtari o'zgartirib kelibdi, mushtari telefon mushtari gelib turib, bu da o'zining mulkini, o'zining mulkini mushtari berganidek hisoblanadi. Ixtiyorlikni mushtariga shart qildi. Mushtari shart qilib, mulk qo'lga olgan ekan. Xuddi shu bayaq sotuvchi o'zining qo'lidagi mulkini mushtari berganidek. Bu ham to'liq chiqarib o'tishga rozi bo'lgandek bir ahvol. Ama hozir bu yerda muhim bo'lgani, bu kitobda mushunning demakchi bo'lganini aynan tushunib olsak, shunisi bor qilmasa shu muhim. Ammo endi buningki masalan tahlil qilish usulda keyin biz o'zining degan gap bo'yicha bunda qarasak, masalan bu degan gap tushmaydi ekan desak, cho'qim bu boshqa mazhabning dalililab, Hanifi mazhabning qarshini yiqitadigan ba'zi imomlarning qarshini dalililab chiqadi. Bu fiqh muqaranda boshqaning dalil sifatida keldi. Ammo bu yerda ma'lumning qarshida ojizlik qilib qolsa, buning raddiya berish bu ayrim masala. Lekin hozir mishan nima demoqchimiz masalada kitob demoqchi bo'lganini aynan tushunish bu ayrim masala. Masalan ko'pincha ojiz bir qarash chiqdi ba'zi kitoblarda.
Biz aldılan kitap nima demakchi? Aynan bir tushuntirishimiz lozim. Ammo shuni tushuntirayotgan chaqda g'achchida Sayyid Islom dalilini qo'ymiz. Men mushqarash to'g'ri demakchi emas. Ma'ni demakchi o'g'rimada hikoyatul aqwal qilmoqchi deymiz. Biz nimada odatda paranglashga holda shunda nimaga duch kelib qolamiz. Mesela İmam İbn Hazmning manda bir qarashyapti, manda debdikan. İmam İbn Taymiye manda debdikan deb hikoya qilamizgo. Qilganikilar biraylan Sayyid Islom manda deb tursa, bikadi. Hozir uni to'g'ri mushrajih demakchi emas. Manda imomlarda manda deganlar bor ekan deb hikoyatul aqwal qilmoqchi deymiz. Nafada i'taqul ba'i. Bu shu xiyarul ba'i bo'ldimi? Xiyarul ba'i bo'lsa, bu bir qulni satgan bo'lsa, qul ay satquchining qo'lida bo'lsin, yoki oluvchining qo'lida bo'lsin, 3 kun ichida satquchi qulni ozod qilyaptim deb qolsa, hisob bo'lib ketdi, ozod bo'lib ketdi. Ozod bo'lib ketdi degan gap nimani ko'rsatadi? Xiyar bekoldim degan gap. Hem yani bir narsani ko'rsatdi. Bu qul kimning iydachiligi ekan? 3 kun ichida satquchining iydachiligi ekan deganni ko'rsatdi. Buni munosabatlik jiq masalalarda natija chiqadi. Mana va tamaratul xilafi tazharu fi masaila. Yani bu shu xiyar muddatida bu tovar kimning iydachligida, mush pul kimning iydachligida mushuni ayirish muhim. Mushuni ayirib olsak nurg'un masalalarda bunun neticesi uyan bo'lib ketadi. Minha masalan law kana al-mushtara qariban lahu mushtari qariban lahu desakmi tushdikan. Al-mushtari qariban lil-'abd al-mushtara desak bo'ldi. Yoki al-mushtara al-'abd qariban lil-mushtari lam ya'tiq 'indahu. Masalan birisi o'zining dadasini, onasini yoki qizini setib oldi mesela. Bular burun hammasi qulkan, birisi azad bo'lib keyin boyolab ketdi deydi. Yoki birisi qulluq girda o'tib keyin aylanib, shu yaqin tuqqanning qo'liga tushdi deydi. Bunda bo'lib qolsa, lam ya'tiq indahu 'inda al-imam. Yok, mülkiga kirib qolsa dinga. Mülkiga kirib qolsa shundaqda. Hozir men adamda imom ba'zi masalalar mülkiga kirmaydi deydi. Mülkiga kirmaydi degandikan, bu taqa setibog'chi xo'jayinning puli emasmi, yaqin tuqqani. Setilishlar o'tvat qazatulab ketib qolmaydi. Lekin sohiban mülkiga kirib ketadi, o'tirib turmaydi, kirib ketadi degan ekan, bu shunda setib olgandikanlar ozod bo'lib ketadi. Ozod qilsin, qilmasin ozod bo'lib ketadi. Indahu yani indal imam da'vat. Agar mulkka kirmaydi desak, ozod bo'lib ketmaydi. Mulkka kirdi desak, ozod bo'lib ketdi. Walau kanat zawjatahu yani walau kanat al-amatu zawjatahu لم ينفسخ النكاح خلافا لهما فيهما. الأمة زوجته birisi bir dedekalni optikan, bir hur adam bir dedekalni optikan. Şolar bu mülki kirdi deb qalsak shunlar. Xiyar bo'ldi, setilish jarayonida bu mushu mülki kirdi deb qalsak, mülki kirsa nikoh buzilib ketdi. Mülki kirmadi desak, lam yanfasikh nikah. Nikoh buzilmaydi. Bu dedek daha bunun dediki emas. Bundan dediki ayoli. Eğer bu dediki üzden dedik bo'lib qolsa, nikoh buzilib ketib, ayol emas, dediklar bo'lib qoldi dedik. Yani bu yerda lam yanfasikh nikah li'annahu lam yamlikha ba'd deymiz. Taqa bunun mulki kirmagan bo'lg'achqa nikoh buzilmadi. Xilafan lahuma degan sohiban bunun mulki kirib bo'ldi bu deydi. O'tirganda muallaq turmaydi. Mülki kirib bo'ldi degan ekan, bu ayoli buni mulkilab ketsa, nikoh buzilib ketdi deymiz. Xilafan lahuma fihima, ya'ni yuqorida ikki masalada nikohning buzilib ketishi va yaqin tuqqanlik ozod bo'lib ketishi ikki masalada sohiban mulkilab ketadi. Shundan yuqorgi masalada ozod bo'lib ketadi, boshqa masalada nikoh buzilib ketadi deb qaraydi.
Bayağın olması nikahı olur ya. Müşterinin. Nima uchun desa, bu nikahning buzilib ketish sabablaridan birisi er-xotin ikkalan biri-biriga egolab qolsa, nikah buzilib ketadi. Masalan, dedak, hurulab, kinandan erini boshqa xo'jayindan setib olgan bo'lsa, nikah buzilib ketdi deymiz. Er xo'jayinlar ayol dediki olan ayolni boshqa xo'jayindan setib olsa, nikah buzilib ketdi deymiz. Nikah atuqni azat bo'lib ketdi. Va in wati'aha la yabtulu khiyaruhu. Masalan, ashu ayoli bo'lgan dedekni yuqorida dedi, ayoli bo'lgan dedekni setib oldi. Setib olgandan keyin mush setib olish orqali imomning nazarida bu ayol mulki bo'lib ketmagandan keyin bu ayolga yaqin kelib qolsa, xiyari bekor bo'lib ketmaydi. Çünkü bu ayoli olgandan yaqin kelish haqqi bor. Wati'al mushtari hadhihi al-ama wa hiya zawjatuhu deydi. Bunda avvalda ayol olgandan yaqin kelsa, ixtiyorli buzib ketmaydi. Li'annahu wati'aha bi hukm nikah. Ayol olgandan yaqin keldi. İlla an takuna bikran. Faqatlan bu ayoli tehe yeni to'yib billi bo'lmagan qiz bo'lib qolsa, u naqasa halvatu yoki cho'kankan, lekin yaqin kelish orqali bir zaxmlanish kelib chiqqan bo'lsa, biroq vaqtda zaxmlanishga masalan ifdo degandek masalani misol qildi. Yani shu jimo orqali bir og'ir zaxmlanish, bular badanda zaxmlanish bo'lgandan keyin buningki qulninki qimmati to'laydigan, yaralangandan keyin İlla antakuna bikran bikr sayib aylangandan keyin bu ish orqali dedekninki qimmati to'lib ketdimi, ayb paydo bo'lganda, bir kamtiklik paydo bo'lgandek bo'ldi. Zaxmlanish bo'lsa kamtiklik bo'ldi. Bu kamtiklik bo'lgan ahvolda andan yabtul xiyaruhu deymiz. Chunki shunda tovar masalan setib olgandan bir ish orqali ayb qo'yib qolsa, yaptullu rad deganmiz. Qaytaranmaydi degan. Tushunama? Qaytaranmaydi. Agar unda aytib bo'lmagan ahvolda yaqin kelsa, hech qanday ta'sir bo'lmasa, badan zaxmlanish bo'lmasa, o'zgarish bo'lmasa, hech gap bo'lmaydi. Va indahuma yaptulun nikah. Sahibaning nazarida yaqin kelish orqali nikah bekor bo'lib ketadi. Nima uchun yaqin kelish orqali bu asodni tutirayotgandek. Asodni tutirayotgandan keyin bu o'zining dediki oldu bu ayolda. Dediki olgandan keyin nikah bekor bo'lib ketdi. Li'annahu wati'a bi mulkil yamin. Bu yaqin kelgan chog'da dediki hisobida yaqin kelgandir. Ayoli hisobida emas. O'zining yo'ldoshi masalan mushtari ayolni dilak olgan bo'lsa, o'zining yaxshilikdan ozod bo'ldirmaganda. Ya ozod qildim desa, mulki kirgandan keyin ozod qildi-da. Hozir bu setib oldi. Lekin xiyar bekitib qo'ydi. Bu savdo kesmidi demakdir. Savdo kesilgan chog'da yaqin kelsa, bu dedikim da yaqin keldimi, ayolim da yaqin keldimi? Dedikim bo'lish uchun savdo bitish lozim. Ham sohiba buni dedik olib ketdi, dakhala fi mulki dedigan bo'lg'achqa, dedik olib ketdi. Yaqin kelgandan keyin bu dedik bilan bo'lgan bo'ldi deydi. İmam, yo'q, buning mulki bo'lmadi taqa. Mulki olmagan ekan, bu yaqin kelishi halol. Chunki ayoli sifatida yaqin keldi deydi. Walau kanat jariyatan qad waladat minhu. Endi bu dedak, ash ayoli deydi-da. Qad waladat minhu. Ash erdan farzand ko'rgan bo'lsa, masalan xo'jayindan dedak farzand ko'rsa, ummolat bo'ldi deydi. Endi hozir bu erdan farzand ko'rdi. Lekin xo'jayini boshqa. Xo'jayindan emas. Qad waladat minhu yerdan farzand ko'rdi, la tasiru mawladan lahu indahu. Imom Abu Hanifa mush ayolini xiyarlik bilan setib olgandan keyin mush muddatda bu dedak ash'arning igdasiga o'tmaydi, mulki bo'lib ketmaydi degan bo'lg'achqa, bu ummolat bo'lmaydi deydi. Ummolat bo'lmaydi. Shukini ichida gap shu. Ya bu şu 3 gün içinde bu ayol emasmi, masalan 1 yilning ayoli bu. Shu 3 gün içinde yengidi.
İmam Abu Hanifa'nın degine qo'liga topshirib elishdan burun yengen bo'lsa dedi. Maktab demida, lekin boshqa kitobda idza kana al-wiladatu qabla al-qabd dedi. Umulat bo'lmaydi indal imam xilafan lahuma. Ammo qo'liga topshirib olgandan keyin 3 kun ichida mushtarining qo'lida turib o'tidek tug'ib qolsa bu chaqda xiyar chiqib ketadi. Bil ittifoq. Saqatal xiyaru ittifaqan. Bu chaqda umulat bo'lib ketadi mushtaridan. Yana chiqib ketgan qilib umulat bo'lib ketadi. Nima uchunsa? Chunki bu tug'ish orqali eyklik bo'lgandek yoki olib qoldi deymizmi masalan halak bo'lib ketsin yoki munfasil ziyoda bo'lib qolsin yantana rad deganmiz. Undan keyin bu yerda bir didek ikki bo'lib qoldi. Bir qo'y ikki bo'lib qolgandek yantana rad bo'lgandan keyin xiyar bakalar sud bitib ketdi deydi. Xilafan lahuma lekin sohiban buning mulkiga kirib ketdi degan bo'lgandan keyin umulat bo'lib ketdi deydi. Demak, ikki son o'rtasida ixtilof bo'lgansa, tasvirlar tutarkanda undan atayimizni otmaymiz. Ondan keyin ikki son o'rtasida xiyarlikka bekalardan o'tdi. Bayni imomimizning sahibini bo'lsa. Agar qablal qabd bo'lib qolsa, tug'ish shu mushtari qo'liga topshirib olgandan burun tug'ish bo'lib qolsa, imom umulat bo'lmaydi deydi. Sahiban umulat bo'ldi deydi. Qablal qabd haqiqiy ko'rsatma senga ixtiyorlik tinchkakdan qablal neyse yapılmazsa so'liq qilib qo'llanmalar qo'liga topshirib olmagan bo'lsa, xo'jayinning endi turib tug'sa demak. So'dini qildi, lekin topshirib olishdan burun xo'jayinning endi turib tuqqan bo'lsa, sohibaning nazarida umulat bo'ldi ekan. Umulat bo'lsa, vaqtida o'zbekisiz ekan bo'ladi. Chunki umulat bo'lgandan keyin ayolimiz yani jariya bo'lgandan keyin bu umulat bo'ldi, ayol emas. Jariya bo'ldi, ayol bo'lmadi deymiz. Ayollikda yo'qolib ketdi. Undan keyin bu kishi o'lib ketib qolsa azat bo'ldi bu. Bo'lmasa shunda dedek bo'lib chiqdi. Türkiye'de buraya mesela neydi? İmamımızın karşı olsa, benim sahibine karşı olsa, hakikaten teslimeye çekiyor. Bunlarda adamlık benim adımam yok. Ama açıkçası ortak ihtiyarlık tükeydi. Çünkü ayarlar ziyaretin münfesil olup kaldı. Mesela bir şık olup kaldı. Ondan vakit ihtiyarlık olup kaldı. Yani doğulunma ihtiyarlık bir kere olup gidiyordu. Hemmelerinin nezirde. Doğru ki. İmam bu ziyade munfasıla boğallıkçı, ayıp boğallıkçı ihtiyarlık tüyde dese, sahiben bunun şunda deyiş gerek. Okşaş. Şuna ama وَلَوْ حَادَتْ عِنْدَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ Muşu 3 gün içinde müşterinin koldu turup heyz köse, dedek ثُمَّ اَجَازَ الْبَيْعَ Ondan kin bu sodu isap oldu, ihtiyarlık tüyde digen bolsa la yüdzi'u da bizning kitap la yejtezi'u la yüjteza'u desek mi oldu? Sizin nima? La yüjteza'u. Yüjteza'u desek mi oldu? La yüjteza'u bitilkel haydati anil istibra' indahu. Aslida bu dedekni setib olgandan keyin qo'liga to'lgan so'di tutib to'liq qo'liga dedek tushgandan keyin ondan qo'lda turib bir hayz ko'rsa saqaysa istibra' bo'ldi. Endi hozir bu so'di tutdim degan o'tirib qolgan bo'lg'achqa biz qo'liga topshirib olgandan keyin 3 kun muddat oraliqda hayz ko'rgan bo'lsa, osh 3 kun oraliqda ko'rgan hayzni İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayh uning qo'lda ko'rgan hayz süptü deyse olab istibra bo'ldi demaydi ekan. Azama dedek meselesi değil ha. Ayağını özünün ayağını istibra qilmoqchi bo'ldi. Tamam. Shuna dedi qo'ykanda. Lekin mava bir dedekni setib oldi, istibra qilish lozimdi. Lekin 3 kun bekitib qo'ygan bo'lg'achqa, mush 3 kunda bu kishining mulkiga kirib qoldimi, kirib bo'lmadi degan bir ehtimollik bo'lg'achqa, mush 3 kun ichida hech ko'rib qolsa, İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayh bu mulki kirmidi degan bo'lg'achqa, bu hayz bay'ning mulkida bo'lgan hayz. Endi 3 kun tugisa, mushtarining igdochiga o'ssa, uningdan kim bir hayz ko'rsa, ondan istibra boshlandi deymiz. Yani sahibenin deydi bu mülkül müşteride bo'lgan hayzda mushu istibraga hisoblaydi. وَلَوْ رَدَّهَا لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الْاِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ Yani mushu 3 kun muddatda bir hayz ko'rdimi, 3 kun ichida ixtiyorlik bo'lgan ekan, yo'q olmayman, yondirib berman deb yondirib bersa, mushu 3 kun ichida hayz ko'rgan-ku, sotquchi qo'liga topshirib olgandan keyin u dedekni yanada istibra qilmoqchi bo'ldi.
Endahu. İmam Abu Hanifa'nın nazarında. Çünkü bu özünün dedikte mülküden çıkartmagan. Özünün kolda ezkögen dedek. Hilafan lahuma sahiben bu meselede ya bu müşterinin mülkü bir kirip bulab onun kolda turup hez görüp endi hazır senin kulağın kayıttı endi sen yeniden istibra kılışın lazım deydi o. Fihima ma bir mesele endi yuqorqi hadat endav fi muddatil xiyar degan yani bir mesele. İkili meselede sahiben o'xshagan qarashlik bo'ldi. Yani yecib indahuma al-istibra alal bai'i law raddaha ba'da al-qabd. ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرة أن مشو برؤل قاعدة دسك خيار مدته bu tovar kimga tava bo'lib ketadi? Pul kimga tava bo'lib ketadi? Idochidan chiqtamda chiqatman degan mushu qoidaning ustiga nurg'un masalalar qurilib ketadi. Ya'rifuha man atqana hadhihi al-usul. Mushu qoidani pishiq bilgan kishi shu masalaga duch kelgan chaqda asallam o'rib olaydi deydi. Masal katiraning misollarida yana masalan men bir qulga ega bo'lsamlam hur deb qasam qilgan bo'lsa birsi qachoni qulam qulchib qolsa hur degan bo'lsa mushunda xiyar bilan savdo qilib ashunda ahvolda qolgan bo'lsa xilof masalasi chiqib qoldi-ku. İmamning nazarida buning taqiy igdochilik kirmadi bu qul. Shu 3 kun ichida undan keyin bu qul azat bo'lib ketmaydi deydi. Sahiban buning igdochilik o'tdi, azat bo'lib ketdi shu qul deydi. Yana masalan setvoqchi tovarni sotuvchining ruxsati bilan qo'lga olibdi. Men qulam tursin deb setvoq uchun qo'lda ekan. Qo'lga olib dukanchiga masal tutsin deb beribdimi? Bayandikan dukanchining qo'lda halok ketib qolsa shu mal, shu muddat ichida 3 kun ichida İmam Abu Hanifa rahmetullah alayhi dukanchining bo'ldi ziyandir. Dukanchining mulkidan taqchib ketmagan dedi. Sahiban yo'q bu mushtarining mulki olib qo'ygan, lekin bu dukanchiga bir omonat sifatida qo'yib qo'ygan. Undan keyin bu ziyan mushtariga bo'ldi deb qarang. Masalan, shunda masalan nurg'un masalalar bor. مشاهد بوصن والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك